Hammaga salom. Bugun sizlar bilan sizlar yaxshi ko'rgan mavzu, ya'ni chipslar haqida obzor bo'ladi. Corners degan yangicha chips chiqibdi. Mana shunaqa. Ko'rsanglar bo'ladi. Menga sirligi qo'limga kelib tushdi. Bizlarni qiziqtirgan narsa nima bo'ldi? Ya'ni men bilan sinimma. Bu нежарённые без искусственных ароматизаторов chipslar ekan. Buni hozir ochib ko'ramiz. Narxi 10.000, 10.500 so'm, 11.000 shunaqa atrofida. Buni grammi esa 50 gram. 50 gramga norma yo'qmi? O'zinglar yozinglar kommentariyaga, bilmadim. Endi ochib ko'ramiz. Vau, hidligi приятный сразу. Hozirga ham ko'rsataman. Qaranglar. Mana bunaqa chipslar ekan. Lekin umuman chipsi anaqasiga, kartoshkasiga o'xshamaydi. Endi yeb ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan corners deyotgan bo'lsa, corners ekan. Kukuruzlar bo'ladi-ku. Mana bunaqa sloyka ingishga. Otini to'g'risini desam bilmayman. Oqda mayda-mayda bir-biriga yopishtirilgan bo'ladi. Mana bunaqa uzun stolbikli kukuruzlar sotilardi. O'shanaqa kukuruzlardan qilingan chips ekan. Maza kiritilgan. Mana videoda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin shunaqa. Nimalar spetsiyalari juda ham oz. Yeganingizda haqiqatan sir mazasi kelyapti. Haqiqatan, lekin не жарёный ekan. Жарёный hech nima yo'q. Mana. O'zinglar ham yeb попробовать qilsanglar bo'ladi. Boshqacha turlarini ham albatta endi obzor qilib o'tirman, albatta o'zim yeb ko'rishga harakat qilaman. Agar yana shunaqa ajoyib va g'aroyib obzorlar kerak bo'lsa, albatta men bilan qoling.